Ayni paytda dalalarda yig'im-terim ishlari qizg'in davom etayotgan bir vaqtda kelgusi yil hosili uchun urug'lik g'alla tayyorlash ishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Qashqadaryo viloyatida belgilangan reja asosida urug'lik donni saralash, laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazish va saqlash ishlari olib borilmoqda. Xo'sh, urug'lik donning sifatini ta'minlashda qanday talablarga amal qilinmoqda? Muxbirimiz Shavkat Aminov lavhasida shu haqda so'z boradi. Ayni mavsum yig'im-terim ishlarini avjiga chiqarayotgan bo'lsa-da, keyingi yil hosili uchun zamin tayyorlashda ham muhim palla hisoblanadi. Bu jarayonda sifatli urug' g'amlash, hosildan bo'shagan yerlarga ishlov berishning qanchalar muhim ekanligini tajribali dehqonlar yaxshi tushunishadi. Qashqadaryoda ham bu boradagi amaliy ishlar allaqachon boshlanib, belgilangan reja asosida urug'lik g'alla jamg'arish ishlari davom etmoqda. Viloyatimizda 8 ta urug'lik saralash dorilash sexlarida tunu kun urug'lik tayyorlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda tayyorlanayotgan urug'liklarimizni 8 kun, 10 kun o'zimizning urug'lik tayyorlash sexlarida saqlab, keyin uni xolodilniklarga saqlaymiz 40 kun mobaynida. Bilamizki, shunchaki urug' saralash kamlik qiladi. Uni turli tuproq osti kasalliklaridan himoya qilish muhim vazifa. Shu bois urug'lar ekishdan oldin maxsus laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilib, hudud iqlimi va sharoitiga mos navlar tanlanmoqda. Birinchi navbatda buni ming donasining og'irligi, namligi, iflosligi, kasalligi, boshqa yo'nalishlar bo'yicha hamma tahlillarini shu laboratoriya sharoitida o'tkazib, mana shu nurlangan, muhrlangan daftarga qayd qilib boramiz. Jarayonlarda O'zagroinspeksiya va uning qoshidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasi xodimlari tomonidan tizimli va qat'iy nazorat o'rnatilgan bo'lib, urug'lik don tayyorlayotgan korxonalarga inspeksiyaning hududiy bo'limlari xodimlari biriktirildi va ular tomonidan davlat standarti talabi asosida urug'lik don tayyorlash, saqlash, qayta ishlash va navlar aralashmasligi bo'yicha doimiy nazorat ishlari olib borilmoqda. O'tgan davrda fermer xo'jaliklari tomonidan ekilgan urug'liklarda navlar aralashishi, navlar tozaligi hamda fermer xo'jaliklari yetishtirayotgan navlarni hosildorligi pasayishi yuzaga kelganligi sababli bugungi kunda ko'rkotli yorliqlar bilan urug'likni aniq qayerda yetishtirilganligi va qay tartibda tayyorlanganligi ko'rsatilganligi sababli urug'liklarning hosildorligi ko'tarilishi va navlar aralashib ketishi oldi olindi. Viloyatda urug'lik donni qayta ishlovchi korxonalar tomonidan 29795 tonna urug'lik don jamg'arish rejalashtirilgan bo'lib, ayni paytga qadar jamg'arilgan donning 11255 tonnasi tayyor holatga keltirilgan. Shundan 4362 tonnasi sovutgichli sig'imlarga joylashtirilgan. 6230 tonna urug'lik don qo'yirkorli yorliqlar bilan belgilanib, muvofiqlik sertifikatlarini olish uchun taqdim etilgan. Qo'yirkotli yorliqda fermerlarga qulaylik tarafi o'zini qo'ldagi smartfon telefoni orqali qo'yirkotli yorliqni skanerlasa, urug' bo'yicha ekimoblik xulosalari bo'yicha ma'lumotlar ham hammasi buning ichiga kiritilgan bo'ladi. Yer soz urug' sara bo'lsa, demak baraka ham bo'ladi albatta. Qolaversa, sifatli urug'lik yurtimiz g'alla mustaqilligi va mo'l hosilining bosh garovidir.